bugungi videorolik emotsiyaga o'ta boy bo'ldi va shuning uchun kamerani boshda yoqib qo'yish esimdan chiqdi. 2-3 minutdan keyin men paydo bo'laman. Texnik nosozlik uchun uzr so'rayman. Seedance 2.5 yorvordi va biz kino chiqarsak bo'ladi. Bilasizmi, hozirgi vaqtda 30 sekundgacha video, 50 tagacha rasm, ovoz, video va bundan tashqari bir dona generatsiyada umuman uzluksiz bemalol 30 sekundgacha video chiqarsak bo'ladi. Salom sun'iy intellekt va dizaynga qiziqadiganlar, bugungi videorolikda biz batafsil Seedance 2.5 haqida gaplashamiz va mendan ko'proq men kredit ketkazaman. Seedance 2.5 ni men aynan Syntex'da ishlatib ko'raman va hammaga maslahat beraman. Juda zo'r agregatorlardan biri. Demak, biz video bo'limiga o'tamiz va bu yerda e'tibor qaratsangiz Seedance modelini tanlaymiz va e'tibor qaratsangiz bu yerda mana 2.5 qo'shildi. Va nihoyat rosa kutgan edim. Bu yerda bitta muammo bor. Hozirgi vaqtda 720 sifatda chiqaradi va 480 sifat. Bu yerda 4K ga xudo xohlasa tez orada erishamiz va men 4K da ham generatsiya qilib ko'rish niyatim bor va bu yerda e'tibor qaratsangiz omni reference bor va keyin frame bor va bu yerda e'tibor qaratsangiz mana o'lchov belgilar haligacha mana 21 ga 9, 16 ga 9, 4 ga 3, 1 ga 1, 3 ga 4 va 9 ga 16, ya'ni istoriya va shorts format bemalol chiqarsak bo'ladi va bu yerda e'tibor qaratsangiz 30 sekundgacha, kimda esda bo'lsa biz faqatgina 15 sekundgacha video chiqara olardik xolos. Bu degani 2 barobarga ko'paydi. Demak, biz agar 30 sekundga o'tkazsak, agar audioni yoqib qo'ysak, 232.8 token ketadi. Bu juda katta token va juda ko'p token degani. Demak, biz hozirgi vaqtda birinchi aynan testni o'tkazamiz. Seedance 2.5 ni qiynash uchun men bu yerda 30 dan ziyod har xil qahramon bir-biriga o'xshamaydigan va bir-biridan umuman farq qiladigan chizilishida, turishida va mana e'tibor qaratsangiz bu yerda plastilin bor, bu yerda mana oq-qora rasm bor, bu yerda mana bir ikkita stil bor, ya'ni juda ko'p stillar bor. Biz hamma rasmni olamiz va bir dona generatsiyada hamma rasmni ko'rishga harakat qilamiz. Demak, e'tibor qaratsangiz bu yerda mana birinchi rasmdan tortib 25-rasmgacha belgilab chiqdim. Juda ko'p vaqt ketdi va endi esa oddiy mana shu o'tirish stolning ustida va hamma qahramonlarni alohida ko'rsatib qo'ydim va e'tibor qaratsangiz 332 ta aynan tokenga biz videoni ko'ramiz. Mana yubordim. Qani nima chiqar ekan? Keling endi esa o'tgan aynan Seedance 2.0 da qanday videolar chiqarganini ko'rib chiqamiz. Demak, biz Seedance 2.0 ni qanday video tayyorlab berganini ko'ramiz, keyin qanday prompt yozishni boshdan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Demak, e'tibor qaratsangiz bu 2.0 da chiqqan. Haqiqatan zo'r chiqqan. Mani mushugim. Bartik. Endi men tasavvur qilyapman, agar bu 30 sekund bo'lsa nima bo'ladi? Bu haqiqiy kino bo'lsa kerak. Ya'ni bu yerda har bitta detal, har bitta harakat, har bitta nigoh zo'r ishlangan, ya'ni Seedance 2.0 dan. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi videorolikda 2.0 bilan 2.5 ni bir-biri bilan taqqoslaymiz. Endi esa biz Seedance 2.0 da qanday prompt yozganmiz? 5 ta formula orqali, ya'ni qahramon harakat, fon kamera harakati va uslub. Endi esa Seedance 2.5 da prompt yozish formulasiga e'tibor qarating. Bu yerdagi har xil harakatlar yoki umuman o'xshamay qolgan joylar yoki haligi plastik bo'ladi-yu, ya'ni notabiiy bir yuz tuzilishlar o'zgarmasligi uchun shu darajada prompt yozishimiz kerak. E'tibor qarating, bu yerda obyekt, ya'ni qahramon yoshi, millati, teri rangi, teri teksturasi, yuz detallari, ko'zlari, nigoh, soch turmagi, soch rangi, kiyim teksturasi, tana tuzilishi, emotsiya, temperament, harakatlar ketma-ketligi, imo-ishoralar, obyektlar bilan o'zaro ta'sir, kamera harakati, plan, rakurs, obyektiv, lokatsiya, yorug'lik, joy, vaqt, yoritish, atmosfera, ovoz, dialog, atrof muhit, tovushlar, musiqa, FX, uslub, cheklovlar, ya'ni vizual uslub, realizm, rang korreksiyasi, qahramon ishchiligi va taqiqlar. Agar siz mana shuni olib prompt yozsangiz, sizni ishingiz o'ta zo'r chiqadi. Demak, yuqorida aytganimdek, biz videoni ko'rdik. Endi esa xuddi shu 2.5 prompt orqali men 30 sekundlik o'sha videoni boshqatdan generatsiya qilib ko'raman. Demak, e'tibor qarating, hozirgina mana yubordim va bu yerda e'tibor qaratsangiz mana shuncha prompt yozilgan va biz yuqoridagi aynan rasmlar videomizni ko'ramiz. Bu esa men esladim, mana ikkinchimi, uchinchi qahramon bo'lgan edi. Ko'ramiz. Ikkida. Vay. To happy miesz być jest? O, balog'ovchi. O, mushuk. Har bitta qahramon o'xshagan. Da. Plastilin. Bo'ri. Gap yo'q. Vay, Robert. Да ты что? Gap yo'q.
E'tibor qarating, bu yerda mana shu ikkinchi kadr o'xshamagan, chunki men ikkinchi kadrda boshqa rasmni bergan edim. Sidens shu joyda xato qilibdi, lekin qolgan har bitta qahramon men tayyorlagan, men o'sha chiqargan rasmlardan. Gap yo'q. To Happy Meal Beauty Jest? Fransuz tilida gapirdi. Shik. Bu yumshoq o'yinchoqni ham men rasmni chiqargandim. Mana bu yerda ham sal xatolik bo'libdi, chunki bu yerda mana bu odamlar yo'q edi. Mayli, buni olib tashlasak bo'ladi, lekin 30 sekund. Mana bu plastilinga qarang. Gap yo'q. Ikkala robot topishibdi. Bu o'sha monstrim. Bu mana bu qahramonni ham chiqargan edim. Juda qiziq. E'tibor qarating, ikkita qahramonni birlashtirib yuboribdi. Chunki buni vizual taraflama o'ta kichkina-yu. Bu mana ichib turgan ajoyib mavjudot. Ajoyib. Gap yo'q, Sidens haqiqatdan yorvordi. Hozirgi vaqtda har bitta ishim, zakazim va bundan tashqari sizga ko'rsatadigan videolarimni aynan Syntex AIda tayyorlayapman va bundan tashqari Syntex hozir hammaga chegirma e'lon qilgan va meni obunachilarimga alohida chegirma bergan. Oddiy misol, sizga ma'qul kelgan biron bir aynan obunani tanlaysiz va продолжitni bosganingizdan keyin bu yerda promokod bor. Promokodga siz Meta AI deb yozsangiz, hozir o'zi shundoq ham 15% chegirma va применить promokod qilsangiz yana 15% chegirma beradi va sizda 30% chegirma aynan bemalol qo'lga kiritishingiz mumkin. Hozir men havolani aynan qoldiraman, uzoqlarda bemalol kirib obuna bo'lsangiz 30% chegirma Meta AI aynan promokodi bilan. Meni o'ylashim bo'yicha zo'r taklif. Sidens 2.0 ni men juda yaxshi ko'rardim shu kungacha, chunki Sidens 2.5 yo'q edi. Lekin men o'sha O'rgimchak odam filmi aynan premyera bo'lganda mana shu ishni tayyorlab ko'rganman. E'tibor qarating, yuzlar 100% saqlab qolingan va shuning uchun ham qimmat bu model. Bu yerda bir dona xato bor. Mana bu O'rgimchak to'ri noto'g'ri joydan kelib yo'q bo'lib qoladi. Lekin buni boshqatdan generatsiya qilsa o'xshaydi. E'tibor qarating, o'zim, ovozlar, atrof muhit, kamera harakati, hech qaysi aynan model bunday tarzda sizga generatsiya qilib bermaydi. Shuning uchun o'z nomi bilan Sidens. Biz esa boshqa videoni ko'ramiz. Endi mana bu samuray trendiga e'tibor qarating, qanchalik darajada sifatli, dahshat ovozlar bilan va bu juda zo'r. Meta Arts yangi o'yin davom ettirish, sozlamalar va chiqish. Haqiqiy samuray, ya'ni yuz tuzilishlar, muzikalar bilan haqiqatdan Sidens 2.0 yorgan. Qancha tokin ketgan u. Da, zo'r model. Demak, bizning videomiz chiqdi va biz ko'ramiz. Let's go. Wow. Nabrot, meni mushugim. Bu yerdan chiqib qopti bu. Wow, urishlarini ham. Gap yo'q. Wow! E'tibor qarating, 30 sekund ichida nimalar bo'lib ketdi. Bu yerda bir dona xatosi bor, ya'ni meni mushugimni monster qilib yubordi. Ya'ni bir alohida bir gap yo'q. 30 sekund ichida kino bu. Meni mushugimni shapkasini e'tibor qarating. Bu yerdagi wow effekti e'tibor qarating, meni qilich bilan urganimdan keyingi. Mana bu Sidens 2.5 yorvordi deyiladi. Agar siz ham sun'iy intellektni chuqurroq va sodda tilda o'rganmoqchi bo'lsangiz, meni yopiq Telegram kanalim bor. U yerda juda ko'plab darslar bor. E'tibor qaratsangiz, bu yerda mana AI 0 dan, ya'ni 35 minut ichida umuman tajribasi yo'q odamlarga ham sun'iy intellektni 0 dan tushuntirganman. Bundan tashqari e'tibor qaratsangiz, bizning o'quvchilarimizning ishlari bor va bundan tashqari bizda YouTube darslar, Syntex daromad qilish darslari, promptlar, AI 0 dan bonus darslar, natijalar va bu yerda mana bizning obunachilarimiz natijalar bilan bo'lishadi va eng asosiysi qo'llab-quvvatlash ham bor. Siz video rekomendatsiyaga chiqmasa, siz havolani yuborasiz, bizning obunachilar kirib, like, kommentariy, repost qilishadi va sizning videongiz topga chiqadi. Xuddi shunday communityga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, havolani qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bilasizmi, bu boshlanishi, bu sun'iy intellektning ilk katta qadami. Meni o'ylashim bo'yicha videorolik sizlarga yoqdi. Bundan keyingi videorolik 5 ta tekin sun'iy intellekt haqida bo'ladi. Kommentariy, like va meni o'ylashim bo'yicha 600 ta like yetadi. Yangi videorolik sirazu yuklanadi. Let's go.